Mana aka Qirg'izistonga keldingiz aka. Qirg'iziston sizga qanaqa taassurotlar qoldirdi? Yoqdimi sizga Qirg'iziston tabiati? Endi bu qisqacha tabiatdan bittasi. Boshlanishi dedinglar. Qirg'izistonda tabiatning boshlanishi mana shu. Tabiatning eshigi. Qolgani qanaqa bo'lar ekan? Qirg'izistonga birinchi marta kelishimiz, oldin ham ko'p kelganman. Qirg'izistonga kelsam men chet elga chiqqandek bo'lmayman. Juda yaqin insonlar, tabiati, keyin urf-odatlar ham yaqin. Mana bozorlarda yuribmiz, O'zbekistondagi bozorlarga o'xshaydi. Debman-ku, unaqa begona joyda yurgandek his qilmayman o'zimni. Va oshxonasi ham yaqin. Taomlaring andijonlik bo'lganligim uchun deyarli Andijon bilan bir xil. Qirg'iz tilida gaplashayotganlarni bemalol tushunamiz-da. Tushunamiz. Va bitta narsaga men xursand bo'ldim. O'sha boya ham shu haqda gapirgan edik. Chegaradan o'tayotganda, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan o'tayotganda biz mana shu kunlarni orzu qilganmiz. Shu odam Toshkentda metroga tushib ketayotganda qanaqa o'tib ketasiz tez? Xuddi shunaqa. Umuman muammo bo'lgan yo'q. Umuman muammo. Va bu ikkita xalq o'rtasidagi do'stlik, mehr-oqibat faqat yuksalsin. Faqat yuksalsin. Ko'z tegmasin. Bu ikkita xalq bir tuyg'an. Faqat o'sha do'stlik barqaror bo'lsin. Rahmat. Siz kelganingizdan to'g'ri biz xursandmiz. Salomat Chunki siz kontentlaringizni, siz chiqargan videolaringizni, siz o'ynagan kinolarni biz ko'ramiz. To'g'risi, o'sha o'zi muxlis juda ham ko'p. Salomat bo'lsin. Qalbi yarashibdimi? Qalbi yarashgan. Yaqinda bitta video ko'rgan edim. Siz haqingizda edi. O'zbekistondagi hamma blogerlarni gapirib chiqdi-da, siz replay, yana kimdir bittasini aytdi, sizlarning uchalaringlarni top 3 talikda birinchida turadi deb gapirdi. Bitta kunda o'tkazib suhbat qilish biz uchun rostdan. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Bu boshlanishi xudo xolasa, hali hamkorliklar qilamiz. Salomat bo'ling. Aytgancha, shu haqida ham bitta gapirib keting. Nima maqsadda kelganingiz? Xo'p, Qirg'izistonga bu safargi tashrifimiz O'zbekistonning milliy mahsuloti, milliy brend Shedrisonsa va Ziva mahsulotlarini Qirg'iziston bozoriga olib kelyapmiz. Qirg'izistonlik bir tug'anlarga shunaqangi halol, sifatli mahsulotlarni dasturxonlariga olib kirishni maqsad qilganmiz. Mashalloh. Xolos, tez kunlarda Qirg'izistonning barcha oilalariga Shedrisonsa va Ziva kirib keladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.